Al-Farg'oniy foydalarni ruhi qo'llab-quvvatlasin. Uzoq umr ko'ring, bizni doimo xursand qilib yuring. Mana hali siz ozgina shirin so'z qilib, batabrikda nimalarni kuldirdingiz. Agar mana imkoniyati bo'lsa, iloji bo'lsa, mana shu bir narsa aytib bermoqchi edim. Baland qavatli uyda podyezini oldida ikkita qari kampir, pensiyaga chiqqan kampirlar o'tirganimizda bir-biri bilan suhbat qilayotganimiz. Bittasi qarab, Sovet davri hali qancha yaxshi bo'lganida, ha, bilasizmi? Ussun pul bilan magazinga kirsangiz, bilaydi kalbasa berar edi. Hozir 300 ming pul bilan kirsangiz 1 kilo sosiska beradi. Desa narigisini qulog'i vazminragan, "Ey bilan nima ishingiz bor? O'zi yaxshi odam bo'lsa baxtli bo'lib ketasin." Bir odamning xotini to'qadigan bo'lib qoldi, raddomga borib dedi. Raddomga kirib ketgandan keyin meditsina chiqib, "Akabatda ovora bo'lib kuttirmang. Xotiningizni ko'zi yorishiga hali allaqancha bor. Ertaga obedda kelsangiz o'shanda tayyor bo'ladi, siz aytgan narsa" debdi. Uyga ketavering, batta bekor turmang debdi. Uyga ketdi-da ertalab kelibdi. Ertalab kelsa meditsina chiqib, "Aka kechirasiz. Allohning irodasi. Qo'limizdan hech nima kelmadi. Kechasi xotiningiz tug'olmay o'lib qoldi" debdi. Undan bo'lsa men borib darrov uydagilarga xabar beray, hamma yoqda tayyorgarligimizni ko'rib turaylik deb. Ketarsa hali meditsina qiz ichkariga kirib chiqdi-da, "Aka, uzr kechirasiz. Adashib tug'olmay o'lib qolgan boshqa odamni xotini ekan. Sizni xotiningiz 3 ta qiz tug'di, qo'lli o'zincha padaringizga minalar bekorda aytibsiz, meni xotinim tug'olmay o'lib qolgandir." Rahmat, Humoyunjon Kelinchi, mana shu yigit ekanlar Allohga. Salomlar. Neyley seni hayolimsiz yura olmayman. Hayolingdan o'zga hayol sura olmayman. Sendan o'zga dilraboni ko'ra olmayman. Sendan o'zga dilraboni ko'ra olmayman. Sen haqingda kuylamasdan tura olmayman. Sen haqingda kuylamasdan tura olmayman. Sening bilan go'zaldir har yon. Seni bilan faxr etsa ham arziydi jahon. Go'yo sening husning bilan go'zaldir har yon. Seni bilan faxr etsa ham arziydi jahon. Neyley seni hayolingsiz yura olmayman. Hayolingdan o'zga hayol sura olmayman.
dilim bunchalar ham dilrabosan aziz sevgilim sen haqingda kuylayverib qolmaydi dilim naylay naylay seni hayolingsiz yurolmayman hayolingdan o'zga hayol surolmayman Rahmat bolam. Rahmat. Mana. Omadingni bersin kelajakda. Navbat yana Sadaxon akam. Shu bola katta yigit bo'lsin, kamoliga yetsin. Kamoliga yarasha go'zal bir qo'shiqchi bo'lsin. Biz eshitib xursand bo'laylik. Bu bolaga biz Ma'murjonni to'yida duo qilgan edik. Mana shu kamoliga yetdi deb uni qo'shiqlarini eshitib rohatlanib yuraylik. Alloh akbar. Haydasan canan, haydasan canan Yonimga kel parisima Yonimga kel parisima Har dam lov yonadirma Har dam lov yonadirma Rasling deb o'rtanadirman Rasling deb o'rtanadirman Ko'klarda hasratim qo'yim Yonimga kel pariro'yim Yonimga kel pariro'yim Ruhimni kel munavvarit Ruhimni kel munavvarit Misolingga miyassarit Misolingga miyassarit Yüreğim tekrar Haydasan cana Haydasan cana Yonimga kel parisina Yonimga kel parisina
yondiradi yondiradi yor yor Ahmoz bilan yor yor Yine o'tlar yoqadi Ahmoz bilan yor Yorim seni ko'rsam, sayraylab boyirsam, Qoyilga bosh ursam, armonlarim qolmas.